juda ham go'zal qoshoni, qasr desa ham bo'ladi. Zo'r xonadonga kelganmiz o'rtoqlar. Yashnobod tumani Chinor ko'chada joylashgan 902 sotuv maydonga ega joyimiz. Qancha narx bergan bo'lardinglar o'rtoqlar? Videoni kuzatishda davom etinglar, narxini eshitib hayron qolasizlar. Yozgi oshxonadan boshlashimizning sababi o'rtoqlar juda ham idealni qilingan kuxni garnituralarimiz, stolechnitsiyalar, bu yoqda barbekyu zonamiz, qozon o'choqlarimiz, gazda ham, elektrda ham ishlaydi. Razdvijnoy panoramli, ya'ni vitrajli oynalarimiz mavjud. Смотровая zonaga alohida e'tibor beramiz. Juda ham shikarni vid o'rtoqlar, mana sizlarga manzara. 902 sotuv, lekin amalda 965 sotuvni tashkil etadigan obyektimiz yashash maydonlariga to'xtaladigan bo'lsa, 351 kvadratdan iborat 7 ta xonani o'z ichiga olgan, ikkita imoratimiz tushgan 2014-yil, 2016-yil barpo etilgan, полностью pishuvishdan solingan. Bu yerda tapchanlar zonalarimiz, landshaftlar qilingan, bu yerda vyezdlar, elektrozaryadniy устройстволарgacha tashkiliy ishlarni полностью tugatib, tayyor podключ topshiriladigan xonadon. Xonadon egalari o'zligi uchun qurishgani shunday bilinib turibdi. Vibe boshqacha, отопительный sistemalari mavjud, teplый polli qilingan 2 qavatli va podvalniy помещениямыз ham mavjud. Har bir qavatimizda 308 metrni tashkil etadi balandligi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, kattagina gastiniy xonamiz, 2 ta oshxonadan iborat, 5 ta sanuzel, 5 ta yotoqxonani o'z ichiga olgan obyektimiz. Umumiy narxiga to'xtaladigan bo'lsa, 485 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Sog' bo'linglar.